Ayollarning yaxshi yomonligini qayerdan bilsa bo'ladi? Yaxshi ayolmi, yomon ayolmi? Samimiymi, nosamimiymi? Qayerdan bilsa bo'ladi desa, ulamolarning birlari aytadi, tu'raful mar'atu inda faqri zawjiha. Ayolni yaxshi yoki yomon ayolligi erining boshiga musibat, balo kelgan paytda bilinadi deydi. Erining boshiga musibat keldi, balo keldi. Og'ir balo bilan balolanib yotibdi. Ana shu paytda sinaladi ayol. Ayollar asl yuzi mana shunda ko'rinadi deydi. Hattoki men sendan nima ko'rdim degan gapni gapirib yuboradi dedi. Men sendan nima ko'rdim shuncha yashab degan gapni gapirib yuboradi. Vaholanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Me'rojga chiqdilar, jahannam ko'rsatildi, jahannamda eng ko'p ayollarni ko'rdilar. Eriga noshukur edi, hadisning mazmuni, eriga noshukurlik qilardi. Noshukurlik nima bilan edi desa, yedirgani shuncha, ichirganini unutib, kiydirganini unutib, yaxshiligini unutishadi-da, ammo boshiga musibat, balo kelib qiyin holga tushgan paytida men sendan nima ko'rdim degan gapni gapirib yuboradi. Ana shu ayollar ahli jahannamga ayollar, eriga noshukurlik qilganligi uchun deydi.